Чистая mana. O'shanda mashinaga qo'yasizlar. Hali ham siz ekonom. Qancha qo'ziqorin terdik. Ketdik. Shu qo'ziqorinlar uchun qo'ziqorin bilan kartoshka. Non qilingan mana ketchup. Suxariklar ham bor, mashina. Lekin bugun 1-iyul boshladim. O'rmondan borib qo'ziqorin terib keldik. Uni pishirdik. Va yapmiz. Hamma qilayotgan riskimiz radio mana shu. Oling. Mana. Endi go'sht yemayotgandik necha kundan beri. Endi bizda belok bor, ura. Assalomu alaykum, biz ana. Asakunda bu yoqda ekan. O'rmonda chidamiz, noto'g'ri ketib qolibmiz. Adashib qoldik, qulfni teramiz deb. Atrofda ishtima yo'q. Qo'ziqorin terishga kirib adashib qoldik. Internetsiz kirmanglar qo'ziqorin terishga. Chunki biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz deb o'ylab, faqat noto'g'ri yo'lga qarab ketib qoldik. Вот такие мы будем выкидывать. Вот. Это нельзя. Только чистым надо брать. Вот, нельзя. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 1-iyul 2025-yil qulfni teryapmiz. Bolalarimiz bizga ovqat qilib berdilar, pirogovkadan. Juda ham zo'r. Ularnikini prob qilib ko'ring. Samarqandlik opamiz mana qo'ziqorinni ovqat qildilar, asortiment ko'p. Yana bitta Qozog'istonlik opamiz shirinlik qilib berdilar. Har xil asortiment shirinliklar berdilar. Men Qozog'istondanman. Qozog'iston. Ko'fi berdilar, mana non qildilar. Kollektiv. Rasminda aytaman. Ko'rib olmadingiz. I'm the last one to die. Shunday yurilar. Mashina mana shu ketamiz ertalabdan. Yomg'ir zo'r yog'adi, toza havo. Ko'pni teryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun birinchi marta o'zim fermadan magazinga pishib ketyapman. Bu premyerni 10 kilometr. Hozir tekshiramiz. Necha soatda yetib borar ekanman. Yo'lda papuchi to'xtatsa ham bo'ladi mashinalarda. Yo'kida peshkom borsa ham bo'ladi. Ko'ramiz qaysi birini. Mashina kelib qolsa to'xtatamiz, bo'lmasa 10 kilometrga peshkom borib qaytayotganda to'xtatishimiz ham mumkin mashinani. Havo zo'r, quyosh chiqib turibdi. Ancha bo'ladi bunaqa quyosh ko'rmaganimizga. Shu bilan olg'a magazinga qarab. Finlandiya shahariga kirdim. Magazinga ketyapman. Shunchalik sokin, shunchalik tinch. Mana odamlar uchib yurishibdi. Odamlar qo'llarni betlab juda tomchilarda. Juda mana bu yerda shlim kiyish kerak ekan. Aniq velosiped uchayotgan odam. Introvertlar uchun juda ham zo'r shahar.
Tozalikni yaxshi ko'radiganlarim uchun toza havo juda ham zo'r. To'yib uxlayapman, bilmayman, kechqurun 12 da uxlayman, ertalab 6 da turaman, yaxshi turaman. Kechasi umuman uyg'onmayman. Yaxshi, juda ham. Odam to'yib uxlar ekan. Mana hozir yo'ldan kelyapman. Biz o'zi aslida Orolda yashaymiz. Mana Orol. Mana bu tarafda yashaymiz. Bizning rifimiz o'sha tarafda. Mana o'sha yashyapti. Shu Orolda mana yer bilan tutashgan joyi bor dedim. Qani tushuntirsak bo'lsa, Oroldan shahar tarafga qarab boraman, magazinga. O'zi odatda avtostopim bilan yurishadi bu yerda. So'ng yo'l ustida turasiz. Mashina keladi, olib ketadi sizni. Lekin men mana shu chiroyli manzaralarni ko'rib kelyapman. Mana balo ushlashyapti. Mana shunday qilib yuramiz. Mana unaqa chiqqan o'tlarni tagida olib tashlaymiz. Shu o't bo'lmasa. Yana yuramiz. Mana unaqa chiqqan o'tlar bo'ladi. Buni unutamiz. Mana qilib olib tashlaymiz. Biz o't yurishdan mana unaqa qilishga keldik. Boylab chiqyapmiz malinalarni. Birinchi mana uni qattiq olamiz. Bittasi yumshoq yozib, bittasi qattiq shunaqa qilyapmiz. Keyin malinalarni ilib chiqar ekanmiz. Bugun shunaqa o'tduyli bo'lib bu yerga keldik. Biramiz nima bo'ladi, lekin barmoqlar ishlamayapti. Assalomu alaykum. Bu brat Qozog'istondan Kostya aka. Ukrainadan bor akalar. Hamma дружно ishlashyapti. Mehribon, hamma bir-biriga juda ham. Bu yerda qolgan qizlar ishlashyapti. Assalomu alaykum. Bugun faqat makaron qildim mosh bilan. Xo'p. O'sha hisobda 1,5 soat vaqtim ketdi. Hozir ko'rsatib o'tib ketamiz nonni qo'ygungacha. Xo'p, birozasiz bo'ldi. Bu o'zbekcha makaron. Mosh. Mana ishtamiz. Nima ish qilyapmiz? Hozir uni qisqacha ko'rsatib ketaman. O't yulayotganlarimizda. Ikkinchi kun o't yulayapmiz. Ertalab soat 8 ga keldik. Menimcha bu 8 dan 5 gacha bo'ladi. Kun juda ham sovuq. Menimcha shu 10 graduslar atrofida. 25-iyun. 25-iyun. Agar sovuq bo'lmasa, stol bo'lmasa, ishlash osonroq bo'lardi. Hatto 20 gradus bo'lsa ham. Hozir juda qiyin. Boshlaymiz terishda. Bugun ikkinchi kun forma nomer 1 ni kiyib ketyapmiz ishga. Bugun ham o'tiylar ekanmiz. Kimdirlar qulpni terishga ketyapti. Sekin-sekin qulpni terishga boradigan odamlar ko'payyapti. O'tgandan keyin albatta narsalar qurish kerak. Bo'lmasa menga o'xshab ertalab qurtasizlar. Buning ichiga bugun birinchi marta o'zimiz non qildik, chunki bu yerda non juda ham qimmat. Ham ishdan charchab kelgandan keyin nonimiz qolmay qoldi. O'zimiz patir qildik. Hozir sizlarga u patirni ko'rsataman. O'zim qildim. Mosh xurda bilan patir. Biz tugatdik. 7 soat 50 minut ishlabmiz. Ishlagandan bitta ishladik lekin. Tinmay. Mana shu ahvolda o't yulyapmiz. Yarim odam o't yulishga ketyapti. Yarim odam qulupni terishga ketishyapti. Nimada mana unaqa qilib dajdoykasi ham bo'ladi 20 yevroga. Oxirida oyligimizni to'playdi. Yo'q, endi shunaqa ekan. Marojnoy oldik. Shunaqa marojnoy 8 tasi. 1 yevro-yu 45 sentlik. 1 yevro 45 sentga 8 ta berdi. Siz ko'p yeb qo'yibsiz. Shirin marojnoy ekan, tavsiya qilaman. Bu yerda yashash yaxshi baribir. Hammaga assalomu alaykum. Biz
Toshkentda yozda uchdik. O'zbekistonda havo 40-45 gradus edi. Hamma yoz kiyimlarimni olib keldim. Qishki kiyim yo'q edi. Mana Skinny Head degan joyga keldik. Mana hozir ko'chada ham havo 10 gradus. 3 euro ekan. 2 euro ekan. Shu ikkalasini olmoqchiman. Shu issiqroq kiyinib yurishlik uchun. O'zbekistonda uchayotganda yoz bo'lsa ham iltimos qalinroq kiyimlaringizni olib olinglar. Bo'lsa bizga o'xshab любой to'g'ri kelganda topib kiyib ketaverasizlar. To'g'ri keladi yo'q, farqi yo'q. Чтобы sovqat masalasi bo'ldi. Qanaqa omad. Bunga ketchup sos 1 euro. Ketchup 1. 95 euro 2 kilosi. Non qimmat ekan, un arzon. Maqasam $1 ekan. O'zbekistonning kartasini olib kelib, mana shunaqa qilib to'lov qilyapmiz. Chekni tashlab olmay ko'ramiz. Saçmayın. 1, 2, 3 boshla. Qanday qilib o'rmonga kiradi? Господи, saqlangiz spasiy. O'zingizga ham saching. Bu biz yotadigan xonamiz. Bu velosipedlar 30 euroga olingan. Ukrainsklarning xonasi, bu ofis, bu ham yotoqxona, bu bizning oshxonamiz. Hozir oshxona bo'yicha qisqacha video qilib beraman. Hammaga assalomu alaykum. Mana biz hozir obedga restoran Paxlovskiga keldik. O'zbekistondan kelgan chunka o'ylamay kelgan chunka oldik. Yaxshi chiqdi lekin. Yaxshi chiqdi. Ba'zi makaron ezilib ketadi. Mana biz Finlandiyada yuribmiz. Juda ham chiroyli. Bizda qulupnay terish dalalarimiz kutyapmiz. Qulupnay qachon bo'lishini, pishishini nasib shu bir hafta ichida pishib qoladi deyishyapti. Chunki kunlar sovuq bo'lgan ekan. Hozir shu pishib qolsa shu dalalarda nasib qulupnay teramiz. Это гуси? А нет, это не гуси. Кто говорит? Finlandiyani mavsumiy vizasi kimlar uchun yaxshi, kimlar uchun yomon? Hozir sizlarga shuni qisqacha aytib o'taman. Buni yomon joyi yo'q, chunki bu turistik vizani kategoriyasidagi S kategoriyali viza bo'ladi va u 90 kun bo'ladi. Sizlar Finlandiyaga kelganingizdan keyin to'liq 90 kun ishlamasligingiz mumkin. O'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 2 oy ish bo'ladi bu yoqda va sizlarda qo'shimcha yana aylanish, ya'ni sayohat qilish uchun ham vaqtingiz bo'ladi bemalol. Yevropa hududlarini bemalol o'zingiz aylanib sayohat qilib qaytsanglar ham bo'ladi. Yoki sizlarni qanaqadir tanishinglar bo'lsa, boshqa Yevropa Schengen hududiga o'tib, vizani cho'zdirib, yana qo'shimcha ishlasanglar ham bo'ladi. Albatta hammaga maslahat berib qolaman. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastda nomerimizni va Instagramimizni qoldiramiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Aldanib qolishdan juda ham ehtiyot bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum.